Kompot, nimaga men seni uyg'otyapman? Nimaga sen narsalaringni olyapman? Tez tur, Kompot, biz ketishimiz kerak. Tezroq bo'lsang-chi, uyg'onsang-chi, men narsalaringni olay. Kompot, uyg'on. Bo'la qol, biz qishloqdan ketishimiz kerak. Hoy qishloqqa, men tushunmadim. Sen nima qilyapsan, ha? Sen menga nega narsalarimga teginyapsan? Sen nima? Uyimda nima qilyapsan? Sen nima? Sandiqdan chiqib keldingmi, ha? Kompot, men seni qutqarmoqchiman. Hamma narsani yig'ishtir. Hamma yig'ilib bo'ldi. Biz ketishimiz kerak. Qayerga yig'ildinglar? Nima qilmoqchisizlar? Men umuman tushunmayapman. Qishloqqa hammasini tushuntirib ber. Bizni qishlog'imizga kattakon tornado, yomg'irlar oqimi, shamol kuchlanishi, tushunyapsanmi? Tornado kelyapti qishlog'imizga. Ketishimiz kerak. Nima deyapsan? O'zi hech narsani tushunmayapman. Qaragin, mana oynada hammasi yaxshi. Hech qanday tornado yo'q, quyoshli kun. Tushunyapsanmi? Tornado endi yetib kelyapti. Hammasi hali boshlanishi. Biz hozir tezda avtobusga borib yig'ilishimiz kerak. Navbat olishing kerak. Tushunyapsanmi? Kompot, tezroq bo'l, men seni kutaman. Men hech narsaga tushunmayapman. Men hozirga uyg'ondim, hech narsani tushunmayapman. Mayli. Qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Men Kompotman va hozirgi videolarimizga xush kelibsizlar. Demak, qanaqadir qishloqqa keldi. Hamma narsalarni otdi, qanaqadir tornado haqida gapiryapti. Men hech narsani tushunmayapman. Qani tashqariga chiqqanmiz? Nima bunisi bo'ldi? Tushunmadim. Tushunmadim, nima rostdan ham tornado kelyaptimi? Men bunga ishona olmayman, lekin bundoq qarasak hamma narsa joyida, lekin bunday qarasak tornado kelyapti deyishyapti. Shuncha jitlar yig'ilib oldi, nima? Bizda qishlog'imizga tornado keladimi? Hoy jitlar so'rash kerak. Hoy jitil, rostdan ham tornado kelyapti bizda qishlog'imizga? Hoy Kompot, hamma tayyor bo'ldi. Sen ham tayyorlan. Hozir biz hammamiz avtobusda ketamiz. Men bu tornado haqida hech narsani bilmagandim. Nima, yana kim biladi bu haqida? Kompot, yaxshisi sen ham tayyorlan. Biz tezda hozir ketishimiz kerak, tushunyapsanmi? Tezda hozir borib men mer bilan gaplashishim kerak. Xo'sh, mer qayerda edi? Lekin bundoq qarasak, bu yerda avtobus ham turibdi. Xo'sh, mayli. Hozir merning oldiga borishim kerak. Qishloqlar, qani mana merning oldiga o'tkazib olinglar-chi, qani ochamiz. Qani. Mer, qara. Nimaga tornado bo'ladimi? Rostdan ham nimaga hamma yig'ilyapti? Tushuntirib ber. Ha, rostdan ham Kompot, biz ketishimiz kerak. Qishlog'imizga kuchli tornado yaqinlashayotgan ekan. Tezda yig'ilish kerak. Mer, bu xabarni sizlar qayerdan oldingizlar? Menga aytib ber. Bizni telefonimizga xabar keldi. Biz shaharga borishimiz kerak ekan. Shaharda hammasi ajoyib bo'lar emish. Nima, bu xabarni sizlar ob-havo yangiliklaridan olmadingizmi, a? Tushuntirib berchi? Yo'q, ob-havo yangiliklarini olganimiz yo'q. Ob-havo yangiliklarda hammasi ajoyib. Quyosh porlab turibdi, hammasi tinch va osoyishta. Lekin xabarga ko'ra, hozir tornado kelar emish. Biz esa ketishimiz kerak. Hammasi negadir g'alati. G'alati bo'ladimi yoki yo'qmi? Men ketdim. Tushunmadim. Mayli, men ham hozir ketishim kerak. Men o'zimda tornado nimaligini sezmoqchi emasman. Xo'sh, uyimga tezroq borib, men ham qutulib olishim kerak. Qani, uyimda nimalar bor edi? Xo'sh, hamma narsani olamiz, izumrudlar. Xo'sh, notebookimni ham olishim kerak. Qani, bo'ldi. Notebookimni ham oldim. Meni kutib turinglar. Men ham ketishim kerak. Xo'sh, demak mer, biz yetib keldik. Endi biz nima qilishimiz kerak? Qani hammasini tushuntirib berchi. Xo'sh, biz eng himoyali joy, ya'ni qishloqlar shaharchasiga yetib keldik. Bu yerda endi tornado bo'lishi kerak emas. Qaranglar, bizning qishlog'imiz hozir bo'm-bo'sh yotibdi, tushunyapsizlarmi? Biz esa hozir parkovkada turibmiz. Bu g'alati emasmi? Nimasi g'alati ekan, Kompot? Biz hozir parkovkada jimgina tornadosiz o'tiribmiz. Qaranglar, biz bu yergacha 4 soat yurdik. Atrof muhitda yonimizda hech narsani sezmadinglarmi? Hech narsa sodir bo'lgani yo'q-ku. Mana hech narsa bo'lgani yo'q. Biz 4 soat shuncha vaqt yurdik, lekin hech narsa sodir bo'lgani yo'q. Mana shu narsa haqida men aytayapman. Bu g'alati-ku. Shu bilan nima demoqchisan? Bu xabarni qayerdan olganinglarni bilmadim-u, lekin bu albatta yolg'on xabarga o'xshayapti. Shunchalik aqlli ekansan. Unda Kompot, nega biz bilan shu yerga kelding? U yerda sizlar meni juda ham qo'rqitib yubordinglar. Tornado deysizlar. Shuning uchun men o'zimni sinamaslik uchun sizlar bilan albatta avtobusda keldim-da. Unday bo'ladigan bo'lsa, baqirmaginda Kompot, rahmat aytgin, tushunyapsanmi? Biz bilan kelding-ku. Aha, rahmat aytishim kerak. Men 4 soat tikka turib keldim-ku. Bo'ldi, baqirmalaring. Men sizlarni mana shu 2 kunda qayergadir joylashtirishim kerak, tushunyapsizlarmi? Aytgancha bu tornado necha kun bo'ladi, aytoringlar? Hatto 2 kun deyilgan edi. Tushunmadim. Yana qanaqangi 2 kun? O'zi tornado asosan 5 minutda o'tib ketadigan bo'lsa, hatto shunday yozilgan edi. Qishloqlar, menga kimdir mana shu xatni bera oladimi? Juda ham o'qimoqchi bo'lib turdim, iltimos. Mana menda xat, mana ol Kompot. Hozir qani ochib qaraymi?
Aha, buni qayerdan olgan edinglar? Kompot, bu xatlar bizni eshigimiz oldida edi. Qishloqlar, lekin bunday xat meni eshigim tagida bo'lmagan edi. Menimcha uchib ketgandir, a? Juda kulgili qishloqlar, menimcha bizni aldashayotganga o'xshaydi. Nima g'alatimisan? Kompot bizni aldab nima qiladi? Nima? Sen nima demoqchisan bu gap bilan? Balkim hazildir yoki qanaqadir prikol bo'lsa kerak. Bunday aldash kimga keragi bor ekan? Kompot, yaxshilab o'ylab ko'r, kim bizni aldamoqchi ekan? Negaligini o'zim ham bilmayapman-ku, lekin bu juda g'alati ko'rinyapti. Qanday mazza bu jinni qishloqlar, tentaklar, IQ pastlar. Bitta xato xatni tashlasam ishonib qo'yishdi. Men xato yozib tashaganman, hatto o'qishni ham bilmaydim bular. Mayli, xohlaganimcha o'marsam bo'ladi. Qishloqdan ketinglar. Qishloqdan ketinglar gapimga ishonda qo'sh. Mana buni tashaversam bo'ladi, xohlaganimcha o'marsam bo'ladi. Bu tentaklar qani, shuncha qishloqdan qaysi uyni o'marsam ekan? Xo'p, buni yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Menimcha, mernikidan boshlasam kerak. Xo'sh, unday bo'ladigan bo'lsa qani, yuguramiz, qani, mana merni uyiga ham kelib oldik. Xo'sh, qani merni uyidan maza qilib hozir oltinlar, emiratlarni chopaman. Yo'q, jitchilar, men bunga ishonmayman. Xohlasanglar bu yerda qolinglar, lekin men bunga chiday olmayman. Nima, jinnimisan, kompot, tentak bo'lib qolganmisan? Bilasizlarmi qishloqlar, men bunga ishonmayman. Bu albatta yolg'on xabar bo'lsa kerak. Yana men eshigimni qulflamay kelganman. Agar tornado bo'ladigan bo'lsa, eshikni yopib nima qilamiz? Ko'ryapsizlarmi? Sizlar tornado bo'lishiga ishonyapsizlar. Men esa yo'q. Men albatta hozir qishloqqa borib o'tib ketishim kerak. Qani, ey, avtobuscha, qishloqqa ketishimiz kerak, qani? Xo'sh, men va nihoyat qishloqqa keldim. Hammasi joyida, tornado yo'q. Xo'sh, qani endi qishloqqa qarab ko'rishimiz kerak. Qani, mayli qishloqda. Tushunmadim. Bu qanaqa qurol bo'ldi? Qayerdan bu yotgan ekan? Xo'sh, bu nimadir g'alati ko'rinyapti. Qani sekingina qurolni olib ko'ramiz. Ha, bu rostdan ham haqiqiy qurolga o'xshayapti. Xo'sh, bu yerda rostdan ham nimadir g'alati. Mayli, qurolni olamiz va merni joyida juda ham ajoyib qurollar bor ekan, hammasini sekin olamiz. Bu yerda oltinlar bor ekan, qani hammasini bu yerga solamiz. Ay, qanday mazza. Mazza. Bu kim bo'ldi? Bu bizni qishloqimizda nima qilyapti? Bo'ldi, men zerikib ketdim. Hozir mana bu kuznetsaga boraman. Bu yerda boy narsalar bo'lishi kerak. Qanaqadir qurol aslahalarmi? Xo'sh, bu yerda albatta boy odam bor edi deb eshitgan edim. Bo'ldi, men hammasini tushunib yetdim. Buni hammasi uyushtirilgan narsa. Bu albatta fake xabar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bular ataylabdan xabarni yozib, sekingina hech kim yo'qligida qishlog'imizni o'marishmoqchi. Mana nimaga hammasi ekan. Bu qishloq esa hammasiga ishonishdi. Yana uyimdan u nimadirni tortib chiqaryapti, jin ursin. Yaxshiyamki ko'p narsalarni o'zim bilan olib ketganman. Bu kuznetsada hech narsa yo'q ekan. Shunaqa ham o'yinchi bo'ladimi, hech narsasini qoldirmaydigan. Mayli, mayda-chuyda bo'lsa ham hammasini chop ketishga harakat qilaman. Mayli, mana bu qo'shnisi meni ko'proq qiziqtiryapti. Qani, kirib chopaychi hammasini. Xo'sh, mayli, u nimadir qilyapti. Qani, ko'raylikchi. Xo'sh, u meni qo'shnimdan sunduklarini titkilayapti. O'marmoqchi. Nima qilamiz? Bu rostdan ham haqiqiy bandit ekan. Xo'p, balkim uni o'ldirsammikan, balkim otsammikan, balkim uni quroli bo'lsa kerak. Lekin mana bu qurollar yodayotgan edi. Mayli, bu rostdan ham mayli. Agar qilib ko'rmasam, hech narsani bilmayman. Xo'sh, uni albatta to'xtatishimiz kerak. Sekingina kirib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh, qanaqadir kitoblarni xo'p chopsam ham bo'laveradi. Qani, hoy, to'xta, qani, men otaman, qani, to'xta dedim men senga. Hoy, bandit, qani, qochma mendan, qani, meni qurolim qani, meni qurolim qani, qurolim topishim kerak. U nima, qurol haqida gapirdimi? Nima, u hozir qurolni otadimi? Nima, hozir otishma bo'ladimi? Tushunmadim. Ey, jinursan, bu o'yinchi qayerdan paydo bo'ldi? Nimaga men qurolimni otib yubordim? Endi nima qilishim kerak? Mayli, o'sha otib yuborgan qurolimni endi men topishim kerak, harakat qilib ko'rish kerak. U nima deganini eshitdinglarmi? U o'sha qurol ekan, otib yuborilgan. Xo'sh, uni hozir sekingina tutolishim kerak. Hoy, to'xta dedim men senga. Otamiz. Ha. Men uni o'ldirdim. Ha. Xo'p, demak yaxshi. U hech narsani tushunishga ham ulgurmadi. Yaxshi. Demak, menimcha qishloqni tekshirganim yaxshiroq, chunki kimdir balkim qolgandir. U esa juda ham tentak xursand bo'lib, avtomatini otib yuboribdi.
Xo'sh, demak, sekingina hozir kelib tekshirishim kerak. Balkim yana banditlar bordir. Balkim yo'q. Mayli, hamma narsani tekshirib ko'ramiz. Menimcha hammasi joyida bo'lsa kerak. Rostdan ham mana tushundim bu fake narsaligini. Chunki qanaqasiga oddiy kunda mana shunday tornado boshlanishi mumkin. Meni aqlimga ham sig'mayapti. Mayli, menimcha hech narsani o'mirga bo'lmasa kerak. Bu avtomatni esa u jinniga o'xshab otib tashlab qo'ygan ekan. Mayli, rostdan ham hech kim yo'q. Hamma narsani tekshirdim va hech narsa o'marilmagan. Men esa hozir qishloqlarga telefon qilib chaqirishim kerak va ular tezda yetib kelishi kerak. Hamma narsani joy-joyiga qo'yish va tekshirish uchun. Unday bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman. Like va obuna bo'lishni unutmaymiz. Xayr, salomat bo'ling.